Yaxshi qarang, 44 so'rashibdi, reaksiya bergan sistemadagi muvozanatni bu qaysi mavzu edi? To'plamdan ikkinchi mavzu muvozanat 44-test. Reaksiya bergan sistemadagi muvozanatni o'ngga siljitish uchun qaysi omillar ahamiyatli debdi. O'ngga siljitish kerak. Temir qo'sh oksid bilan temirni hisobga olmaymiz, ular qattiq moddalar. Xo'sh, shu sistemaga bosim ta'sir qiladimi yo'qmi? Yo'q. Bosimni oshirish, tushirish kerak emas. Sababi chap tomonda 4 mol gaz, o'ng tomonda ham 4 mol gaz. Chap va o'ng tomonda gaz konsentratsiyalari teng bo'lib qolganda bunday sistemaga bosim ta'sir qilmaydi. 1 bilan 2 ni olmaymiz. 3 bosimning ta'siri yo'q. 3 ni olamiz. Keyin 4 haroratni oshirish o'zi issiqlik chiqishi bilan bo'lyapti bu reaksiya. Plus Q bilan bo'lyapti. Haroratni oshirsa chapga siljiydi, bu kerak emas. Haroratni kamaytirish 5 ni olamiz. Qaysi javob ekan? D. 44 ga D bo'ldi. Endi 51 so'rashyapti. 51. Quyidagi reaksiyaning qaysilarida temperaturaning oshirilishi muvozanatni chapga siljitadi? Harorat oshirsak chapga siljish kerakmi? Haroratni oshirsak chapga siljishi uchun demak u plus Q bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Plus Q, ya'ni issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalarda shunday. Plus Q'larni tanlash kerak. Men o'tgan dars aytgandim. Delta H ni tushuntirgandim. Minus delta H desa, bu issiqlik chiqyaptimi, yutilyaptimi? Minus delta H bo'lsa, issiqlik chiqyapti degani. Chunki minus delta H degani plus Q degani. Plus delta H degani minus Q degani. Endi birinchi reaksiyaga e'tibor bering-da. Delta H ni 0 dan katta deyaptimi, 0 dan kichkina deyaptimi? 0 dan kichkina deyapti. 0 dan kichkina son minus bo'ladimi? Minus delta H degani plus Q deganimi? Iloji to'plamimizni yozib oling. Mana shu plus Q ekan. Plus Q bo'lsa, demak temperaturani oshirsak chapga siljiydimi? 1 ni olamiz. Yana necha shunga o'xshaydi? 4. 4 da ham delta H ni 0 dan kichkina degan. Ya'ni 4-reaksiya ham plus Q bilan bo'lyapti. Plus Q bo'lsa, haroratni oshirsak chapga siljiydi. Ikkinchi va uchinchi reaksiyalar bular minus Q, ya'ni issiqlik yutilishi bilan bo'layotgan reaksiyalar. Bunda haroratni oshirsak o'ngga siljiydi. Shuning uchun 2 bilan 3 ni olmaymiz, 1 bilan 4 ni olamiz. Qaysi javob? S. 51 ga S bo'ldi. Muvozanat mavzusidan 73 gacha yana muammolar bormi? Uy ishidan yana muammolar bormi? 11. Ni 1 ga o'xshaydi degan ekanmiz. E'tibor beramiz, reaksiya beribdi va reaksiyani o'zlari tenglashtirgani metan suv hosil bo'lgan is gazi bilan vodorod plus Q. Quyidagi reaksiyada kimyoviy muvozanatni chap tomonga siljitish uchun nimalar qilish kerak? Chapga siljitish kerak ekan. Qaranglar. Birinchisi metan va suvning konsentratsiyasini kamaytirish kerak. Savol, hammaga savol. Metan va suvning konsentratsiyasini oshirsa o'ngga siljiydimi? Tushirsa chapga siljiydi-da. To'g'rimi? Metan bilan suvning konsentratsiyasini oshirganimizda o'ngga siljiydi, to'g'rimi? Demak, bularni tushirsak chapga siljiydi. Birini olish kerak. Ikkinchisi is gazi va vodorodning konsentratsiyasini oshirish kerak. Is gazi va vodorod o'ng tomonda turibdi. Oshirsak, ikkalang eshit. Is gazi va vodorod o'ng tomonda turibdi. Ularning konsentratsiyasini oshirsak, chapga siljiydimi? Demak, 2 ni ham olamiz. Keyin uchinchisi temperaturani ko'tarish. O'zi plus Q bilan bo'lyapti. Haroratni oshirsak, haqiqatan ham chapga siljiydimi? Demak, 3 ni ham olamizmi? Chapga siljitish kerak deyapti. To'rtinchisi bosimni oshirish kerak. Xo'sh, chap tomonda necha mol modda? O'ng tomondachi? 4 mol. Chap tomonda kammi? Bosim oshirilsa qaysi tomon siljiydi? Hajm kam tomon chapmi? Demak 4 ni ham olish kerakmi? Demak 11-savolning javobi F javob kiritib qo'yasiz o'zingiz. 1, 2, 3, 4 hammasi kiradi. Tushunarlimi? Hammasi kiradi. Yana muammolar bormi? Uy ishida yana muammolar bormi? Bo'ldimi, yo'qmi? Davomini ko'rsa bo'ladi.